O'zbekiston Respublikasi bayrog'i rasmiy ramz hisoblanib, 1991-yil 31-avgustda O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligiga ega bo'lgandan so'ng 1991-yil 18-noyabrda qabul qilingan. The Republic of Uzbekistan's flag was officially accepted in 1991, 18th November. İftixori dilimizda, bu yo'ldosh yo'limizda yuksalib qo'limizda O'zbekiston bayrog'i, yangi hayot misoli, yulduzlari quloni, mustaqillik timsoli, O'zbekiston bayrog'i. O'rta asrlarda turkiy xalqlarida bayroq tug' deb atalgan. O'zbekiston Respublikasi bayrog'i rasmiy davlatlar, anjumanlar, musobaqalarda O'zbekiston Respublikasi timsolida ko'rsatiladi. G'urur sharafshonimsan, iftixorim bayrog'im, jonim izra jonimsan, or nomusim bayrog'im. O'zbekiston Respublikasi Davlat Kengashining 8-sessiyasida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilindi. Bayroq bir davlat yoki tashkilotning mustaqilligi, birligi va rasmiy ramzi hisoblanadi. Ko'kda hilpirar O'zbekiston bayrog'i, dillarga g'urur O'zbekiston bayrog'i, o'z bayrog'im deb xalqim, dilda qilar iftixor, undagi har bir rangning o'z ramzi ma'nosi bor. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 1-bob davlat suvereniteti 5-modda O'zbekiston Respublikasi qonun bilan tasdiqlanadigan o'z davlat ramzlari, bayrog'i, gerbi va madhiyasiga ega. Davlat ramzlari davlat himoyasidadir. O'zbekiston, sen shohlari